Naylaram bog'u chaman sayrida jonon bo'lmasa, Naylaram bog'u chaman sayrida jonon bo'lmasa, misli tovusda kelib har yon xiromon bo'lmasa, sarvi qomat orazi gul qad rayhon bo'lmasa, chashmi shalo o'zi barno shoyi xubon bo'lmasa, o'lmayin muhajrida jismim aro jon bo'lmasa. Mana shu qo'shiqlarni juda sevaman. Doim zamzamam qilaman va arxivlarimga ham hamisha bo'linadi, ya'ni bor bali. Sog'indim degan qo'shiqingiz ham bormi? Bali, albatta. Mana shu avoxirga sog'indim degan qo'shiq ham ajoyib do'stlar sevib qoldilar bu qo'shiqni. Yuragimni kuydirgan sanama. Sizni mashallah men ko'rdim bo'lgan konsertlarga juda ham quvondim. Qo'shiqlaringizdan So'robjon bilan to'xtab o'qidingiz. Mast chiroyli qo'shiqlarni ko'pdan ko'p qo'shib keldi. Boshlab sizga aytaman, siz Olmonga yashaysizmi? Men Faransadan kelyapman. Xo'p, yaxshi. Hay, Olmonga xush keldingiz. Assalomu alaykum, rahmat. Birinchidan butun tildoshlarimga, o'lkadoshlarimga, muxlislarga soygilar, sevgilar va muhabbatlarimni, salomlarimni ilataman. Va bizni Oy Media va Il Media orqali ko'radigan azizlarga qizg'in salomlarimni taqdim qilaman. Men sizni savolingizga kelsak, men Faransaga bo'laman. Ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi. Xo'p, mana shu 2 haftani jarayoniga bizlar konsertlaringizda go'zal va chiroyli qo'shiqlaringizda shohida edik. Ko'p go'zal o'qidingiz. Men ham o'sha konsertlarga bor edim. Tasodif men ham o'sha yerga gardoninda edim. Bali. Voqean ko'p olqishlarga sazovor olqishladilar sizni mardum. Xotiralaringizni shu 2-3 konsertda shu yerga Olmonga berdingizlar, ijro qildingizlar, ayting. Javonlardan bo'lsa, katakonlardan bo'lsa. Men bu konsertlarda irtibotiga Hamburg shahrida, Frankfurt bo'lsin, undan sonra Paris bo'lsin, ko'p ajib bir holat menga ruh berdiki, g'ururlantiruvchi bir durum yashadim men. Ya'ni genchlarimiz, bolalarimiz, yigitlarimiz voqean uyg'onibdilar. Tillari bo'lsin, mayhanlari bo'lsin, vatanlari bo'lsin, buni irtibotiga ajoyib bir tuyg'ularla bizlar bilan qarshi-qarshiga keldilar. Bizlarda ajoyib bir sevgi, muhabbat bilan quchoqladilar. Men o'zimda voqean ko'p shunday bir o'zal va mutlu va nima deysiz, ya'ni ko'p xursand his etdim. Ya'ni o'zingizda buni bizlarga esos qildirdilar voqean genchlar. Shunday esos sizga keldimi-ki, shoyat vatanga bo'lsam, o'zingizda vatanga esos. Istar istamaz o'rdagi yigitlar, opa-singillarimiz bo'lsin, bolalari bo'lsin, onajonlar, otajonlar hammalari o'sha kiyimlari bilan, o'sha hozirlagan ovqatlari bilan, o'sha madaniy bir shaklga, o'sha suhbatlari, muhabbatlari uzun zaman bo'ladilar, masalan, o'lkamizdan uzoqqa bo'lganlari uchun yana ham o'sha suhbat, muhabbat, yana o'sha o'rtamda ko'rib voqean o'zimdan fikr qildimki, men ya'ni Afg'onistonga yo masalan o'lkamizga bo'lmasam deb tushungan edim. Bu men uchun ko'p bir g'urur beruvchi bir voqean hammamizga ko'p xursandlik bilan va ko'p go'zal o'tdi bu barnomalar. Avrangzebjon, men bilaman va shoyat sizni taniyotgan do'stlarim ham vatandoshlarim ham bilsalar-ki, siz eng kichiklik paytda Gulmo'xchalar guruhida edingiz. O'sha Gulmo'xchalar sarguruhi edingiz fikrimcha. Men Gulmo'xchalar boshlig'i bo'lib kelganman. Xo'p, yaxshi. Va o'sha zamon qancha parchalar, qo'shiqlar ijro qilgansizlar? Şimdi Oyna televizyonu, xususiy bir televizyon birinchi marta Afg'onistonga qurilishidan sonra Safot Shamolga albatta 2003, 2004, 2005'lerde o'rtasiga bir ajoyib bir durum o'rtaga kelgandan keyin bizlar nima narsa degan barizga o'z shavqimiz bilan, zavqimiz bilan bu televizyonga kirib, bu albatta o'sha pullar, o'sha do'stlarning istaklar, orzulari bilan va yo o'sha chevrani, oilani tashviqi bilan taronalar temlari yaratdik. Mana shunday desangiz, una benzer bolalar programmlari yaratdik. Tafriy bo'lsin yo sargarmlik bo'lsin. Mana shunday programmalarga hamisha ishtirok qilib kelganimiz uchun sonra bu Gulmo'xchalar programmaga, Gulmo'xchalar barnomasiga darhaqiqat shu temni boshlig'i bo'lib, sürekli tarona aytib kelganman men kichik bolaligimdan. Ko'p yaxshi. Undan keyin men ko'rdimki, sizni hunariy nimangiz, ya'ni faoliyatlaringiz biroz kam bo'ldi. Xususan vaqtida siz Afg'onistondan tashqariga keldingiz.
ijozami sizdan so'rasam bu yerga Fransiyaga nima mas'uliyatingiz bor va nega musiqidan o'zingizni uzoq qildingiz? To'g'ri. Bana bunu do'stlar sürekli payom keladi, so'raydilar do'stlarki nima bo'ldi, pardalar ko'rilmaysan, televizionga yo'qsan deb. Men Afg'onistondan 2012 yillarning o'rtalariga Afg'onistondan Turkiya o'lkasiga o'qimoq uchun keldim. Bali. U yerga bir qismat hozirliklar bor edi, dars-marsni tanzim qilgandan keyin, undan sonra men bir Italiyaga da'vat bo'ldim, u yerga o'qimoq uchun bir semestr, ikki semestr vaqt ketdim. Ondan sonra u yerdan pasiyana Turkiyaga qaytib bordim, u yerdan pasiyana qaytib keldim Avstriyaga, Utrishga albatta. U yerga darslarga davom berdik. Mana shu mas'uliyatlar, mana shu o'qish, mana shu sistem shu bois bo'ldiki, bir kamroqgina hunariy jihatlardan girtagina uzoqqa qoldik. Xo'p, hali nima tasmimimiz bor? Men Nurmolga ham boshqa do'stlarga, boshqa musohibalarga ham, suhbatlarga aytgan edimki, bo'lmagan bir qismat imkoniyatlar o'z o'lkamizga yo tashqari o'lkalarga bizlarga ko'ra majbur bo'ldikki, boshqa bir maslak seçib, boshqa bir narsaga idoma bersak. Darholiki bizlar bolaligimizdan e'tiboran, tug'ilishdan e'tiboran zanjiri bir shaklga musiqiga bog'liqmiz. Men musiqini ilmiy bir shaklga, nima deysiz, rasmiy va yo darsini, tilini o'qib, bilib olmaganim uchun ofoqi bir shaklga do'stlarni xoshlari, xursandligi, ya'ni hamisha meni xo'shligim bo'lgani uchun, meni sesimni sevganlari uchun o'ltiraman, o'qib ham beraman, sayrab ham beraman. Ya'ni shavqiy degan. Bizlar ya'ni shu shavqi bir shaklga shimdilik, ammo maslaki emasman musiqiga. Va lekin men sizni ko'rdimki, o'qiysiz, men aytdim siz komilan maslakisiz. Rahmat. Voqean so'r, lay, ses, chehra hammasi barobar. Uchun ustoz Xayr Muhammad Chovush va qabatiga Dovud Chovush va una benzer boshqa oiladan bo'lgan hunarmandlar, san'atkorlar hamisha bizlarni tashviq qilganlar uchun va bizlar ularni hamisha ularni ko'rib o'ltirganimiz uchun bu istar istamas bizlar musiqiga bog'liq bo'lganimiz uchun quloq musiqi, ya'ni musiqa qulog'i bo'lgani uchun, ya'ni bizlar bu maslakka bir kamroq, ya'ni g'ayri rasmiy balandmiz istar istamas. Ammo darsini o'qigani yo'qman. Xo'p, ustoz Chovushni biron parcha qo'shiqini, biron nimasini ko'taroq agar zamzama qilsangiz, aziz ko'ruvchilar ko'rsalar, eshitsalar. Yuz. Chovush sohib ku ana buzurg'or, ustoz buzurg'or voqean bir suri shogirdlar yetishtirgandilar. Ko'p insonlarga muzik beradilar, kompoz beradilar, she'r, shoirlik, hisob kitobga hamma narsaga bordilar. Men tag'amni butun qo'shiqlarini, butun ashulalarni sevaman. Ammo birtasini hammasini sevaman, birtasini sizga zamzama qilib beraman, hech so'rayman. Naylaram bog'u chaman sayrida jonon bo'lmasa, Naylaram bog'u chaman sayrida jonon bo'lmasa, misli tovusda kelib har yon xiromon bo'lmasa, sarvi qomat avrazi gul qad rayhon bo'lmasa, chashmi shalo o'zi barno shoyi xubon bo'lmasa, o'lmayin muhajrida jismim aro jon bo'lmasa. Mana shu qo'shiqlarni juda sevaman, doim zamzamam qilaman va arxivlarimga ham hamisha bo'linadi, ya'ni bor bali. Sog'indim degan qo'shiqingiz ham bormi? Bali, albatta. Mana shu avoxirga sog'indim degan qo'shiq ham ajoyib do'stlar sevib qoldilar bu qo'shiqni. Xo'p, istasalar do'stlarga aytib beraman. Rahmat, nima uchun bo'lmasin. Yuragimni kuydirgan sanamo, sanamo, ko'zlaringni ko'rayin benamo, g'unchalarni o'padi shabnamo, shabnamo, seni jonim juda sog'indim. Sog'inchimga guvohdir shamlar, Alloh bizdan chekinsin g'amlar, boshimizga gul sochsin damlaro, damlaro, seni jonim juda sog'indim. Boshimizga gul sochsin damlaro, damlaro, seni jonim juda sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim juda yomon sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim
juda yomon sog'indim. Voh voh. Mashallah. Ko'p go'zal. Rahmat. Salomat bo'ling Aurangzebjon. Men ham Sog' bo'ling. xursand bo'ldim ko'pdan ko'p. Katta rahmat mana zamon ayirganingiz uchun bizlar uchun. Ko'p gaplar bor aytilish uchun, ko'p savollar bor istar istamaz so'raydilar bizdan. Xo'p, mana sosyal media orqali istar istamaz do'stlarga qo'limizdan kelgancha xizmatni qilib turibmiz. Rahmat. Xalqimiz uchun, tildoshlar uchun, millatimiz uchun, vatanimiz uchun uzoqqa bo'lgan biz hech masofat jug'rofiyani bir ma'nosi yo'q istar istamaz. Bizlar yana ham birmiz, barobarmiz, birlik barobarligimiz hamisha bor bo'lsin. Sizdan ham katta rahmat. Salomat hurmatli bo'ling, Kaliyor sog' bo'ling va Rahmat. El media ko'ruvchilariga, Oy media ko'ruvchilariga so'nggi so'zingiz. Butun El media, Oy media orqali bizni tomosha qilayotgan va butun boshqa bu sosyal mediani a'zo uyalariga qizg'in salomlar. Xo'p, hamisha ta'qibga qolsinlar. Yangi faoliyatlar uchun, yangi suhbatlar uchun va yangi qo'shiqlar uchun butun san'atchilar bo'ladi, butun hunarmandlar, qo'shiq ashulachilar bo'ladi. Hamisha sizni ta'qibga qolsinlar-ku, yangi ishlarni ko'rsinlar. Rahmat. Rahmat, Sog' sog' bo'ling. bo'ling. Rahmat.